Men Ahmadjanova Mahliyo, Namangan viloyati Norin tumani 44-maktabda kimyo fanidan dars beraman. Ungacha farmatsevtik ximik nomi bilan bakalavr yo'nalishida farmatsevtika va ikkinchi yo'nalish bo'yicha kimyo fanini tanlab o'qiganman. Prezidentimizning tashabbuslari bilan pedagoglarga yaratilayotgan sharoitlarni yana bittasi 1 oylik o'qituvchilarni malaka oshirish kurslarida tahsil olishlariga yaratilgan sharoitlar bilan tanishib kelyapmiz. Va oktyabr oyida boshlangan ushbu malaka kurslarini boshidan kirilishiga yangiliklar bilan tanishdik. Tuniketlarning o'rnatilishi va inson omilining bu yerda hech qanday aloqasining bo'lmasligi. Dars jarayonlarida nafaqat fanimiz va undan tashqari barcha jarayonlarni, o'quvchilarni hamda o'qituvchilarni dars jarayonini olib borish, ularni hissiy rivojlantirish va kelajakka umumiy holatda tayyorlash uchun biz o'z bilimlarimizni takomillashtirib bordik. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q deganlaridek, biz bugun tarixdan ko'ra kelajakni ko'proq o'rganyapmiz va loyiha ishi mavzusini ham 5Y moduli asosida kimyo tarixini o'qitish mavzusi bilan tanishib, o'z loyihalarimizni kiritib bordik. Loyihamizning dolzarblik maqsadi, ya'ni har bir olayotgan nafasimiz tarix bilan bog'liq sifatligini uni oshirish va kelajakka tatbiq qilishdan iborat deb bildik. Loyihamizning yangiligi kimyo fanini o'qitishda 5Y moduliga asoslanib va tarixdan cheklanmagan holatda kelajakka asos solishni asosiy yangilik qilib bildik. Aktiv vositalaridan foydalandik. Umumiy holatda fanlarga, metodistlarga va ustozlarga umumiy ishlab chiqqan dars ishlanmalarimizni tatbiq etishni o'zimizga maqsad qildik va buni amalga oshirdik. Maktabdagi barcha o'qituvchilarga tavsiya beraman, albatta kelib o'qishlari shartligini.